2023-yil 7-oktyabrda Hamas Isroilga keng miqyosli urush boshladi va bunga javoban Isroil ularni, ya'ni G'azoni bombardimon qilib tashladi. Bu urush davomida minglab yosh bolalar halok bo'ldi va Falastin gumanitar inqirozga duch keldi. Mojaro sababi yer uchun kurash, mustaqillik uchun harakat va tarixdan kelisholmaslik orqasidan kelib chiqdi. Va bu yerda hamma asl aybdor Isroil deb o'ylayapti. Lekin bunga qarasak, 2023-yil 7-oktyabrda Hamas Isroilga qarshi urush boshlagan. Ular birinchi boshlagan. Siz o'ylab ko'ring, uyingizda o'tiribsiz, oilangiz bilan va sizga tosh otishdi va oynangizni sindirishdi. Va siz bunga tabiiyki jim o'tirmaysiz va siz dunyoning eng kuchli oilasi bo'lsangiz, bunga qanday jim qarab o'tirasiz? Va men hech qachon Isroilning tarafini olmayapman. Men achinib gapirayotgan narsa, bu yerdagi eng ko'p aziyat chekayotganlar yoshlar. Biz ko'rsak, yosh bolalar qanday aziyat chekyapti, qaysidir Hamas degan harom tashkilotning orqasidan. U urush boshlamaganida shuncha odam o'lmas edi. U по-моему, menimcha u Isroilga ishlaydimi nima? Bo'lmasa qaysi ong bilan dunyodagi eng boy, eng kuchli davlatga qarshi urush boshlash mumkin? Va Usmoniylar imperiyasi tugaganidan beri Isroil kuchli davlat bo'lib kelmoqda Angliyaning yordami bilan. Eng boy davlat, lekin eng jim yuradigan davlat. Qaysi ong bilan bu ishni qilish mumkin? Qaysi ong bilan Isroilga qarshi urush boshlash mumkin? Va tarixni bilgan, kelajakni belgilaydi. Isroil eng kuchli davlatligini hamma bila turib, o'zi Falastinda armiya yo'q. Yutqazganni ham alam qilmaydi. Lekin yosh bolalar o'lim topyapti. Quddusni oldin Salohiddin Ayyubiy boshqargan va butun dunyo nazorati Salohiddin Ayyubiyda bo'lgan. Undan keyin Usmoniylar imperiyasi Quddusga egalik qilgan va butun dunyo boshqaruvi Usmoniylar imperiyasida bo'lgan. Hozir Quddus Isroilliklarning qo'lida va butun dunyo boshqaruvi Isroilda. Mana Quddus nega bunchalik kerakli shahar va nasroniylar, yahudiylar va musulmonlar uchun Quddus eng kerakli shahar. Va shu uchun Isroilga kerakli narsaga yo'l ochib bergan Hamas bo'ldi. Hamasga o'zi nima kerak edi bunday narsalarga qo'shilib? Eng ko'nglim achinayotgan narsa, yosh bolalar o'lim topmoqda. Qaysidir tashkilotning harom ishlari uchun yosh bolalar aziyat chekmoqda. Va bu yerda Isroildan ko'ra ko'proq Hamasning aybi bor. Isroil unga qilingan nohaqlik, unga qilingan hujumga javob qaytardi. Mana bu urushda yordam berishi kutilayotgan na arablar, na boshqa davlatlar, na musulmon davlatlar hech kim yordam bermayapti. Misr yonida yordam bermayapti. Boshqa arab davlatlar unga yaqin yordam bermayapti. Negaki biladi Isroil eng kuchli davlatligini. Va qanaqasiga Hamas Falastinning bir qismini boshqaradi va asl urush sababchisi Hamas. Bu yerda Isroildan ko'ra ko'proq aybdor odam Hamas. Va meni ko'nglim achinayotgan narsa bu yosh bolalarning o'limidir. Yosh bolalar qanday aziyat chekmoqda? Ayol, yosh qari erkaklarni gapirmaymiz. Yosh bolalar qanday aziyat chekmoqda bu urush orqasidan va Hamasning harom ishlari orqasidan. Eng kuchli davlat o'zi Isroil, tan olish kerak. Qanday qilib Isroilga endi qarshi chiqish kerak, buni bilmadim. Qaysi ong bilan bu ishni qilish kerak? Yo uning maqsadi Falastinni yo'q qilish, yo Isroil bilan qanday kelishuvi bo'lgan Hamas tashkilotining kattalarida. Bu videoni olishdan maqsad hech qaysi davlatni hech qaysi davlat bilan urushtirish emas, faqat kim haq edi, bu yerda kim nohaq edi, shuni aytib o'tishadi. Lekin men Isroilning tarafini olmoqchi emasman. Faqat kim haq edi? Urush aslida kim haqida boshlandi? Nima haqida boshlandi? Va urush aslida nimaning orqasidan boshlandi? Shu narsani aytish maqsadida bu video olindi. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.